Ko'pchilikni eng katta muammosi bu tanadagi yog'larning ko'pligi emas, balki mushaklarni yetishmasligi bo'lsa-chi? Bir o'ylab ko'ring, biz doim vazn yo'qotish, qorindagi yog'ni ketkazish, kaloriyalarni kamaytirish va tana hajmini kichraytirish haqida o'ylaymiz va shunga harakat qilamiz. Lekin aslida muammo nimada bilasizmi? Muammo bu tanadagi mushaklarning miqdorida. Va oddiy mushak emas, balki sog'lom va funksional mushaklarda. Hozir biz mushak nima uchun yog'larni yo'qotishda va salomatlik uchun muhim to'qim ekanligi, u bizni surunkali kasalliklardan qanday himoya qilishi va ko'proq mushak rivojlantirish tanamiz uchun eng katta foyda keltiradigan omillardan biri ekanligi haqida gaplashamiz. Amaliyotimda men ortiqcha vaznli bir nechta muammolar bor bemorlarimda bitta holatni juda ko'p kuzataman. Ularning ko'pida tana mushak massasi juda kam bo'ladi. Sizda ortiqcha vazn borligi mushaklaringizni kuchaytirishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu ayni teskarisiga ishlaydi. Aslida semiz odamlarning ko'pchiligida mushaklar atrofiyaga uchragan, ya'ni ular normadan kichikroq va zaifroq bo'ladi. Masalan, bel mushaklari misolda aytadigan bo'lsak, ular taxminan bilak qalinligi atrofida bo'lishi kerak, lekin ularni atrofiyaga uchrab, ya'ni kichiklashib, juda kichkina darajagacha kichiklashganini kuzatishimiz mumkin. Bu nafaqat insonning tashqi ko'rinishida muammo borligini, balki shu mushak faoliyati va shu inson salomatligi bilan bog'liq muammolar borligi haqida aytadi. Mushak nima uchun shunchalik muhim? Insulin rezistentligidan boshlaylik. Bu diabetning erta bosqichi va metabolik buzilishlarning asosiy belgisi bo'lishi mumkin. Insulin rezistentligi bu tanangiz uglevodlarni samarali qayta ishlay olmaganda paydo bo'ladigan holat. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mushak massasi qancha kam bo'lsa, tanangiz uglevodlarni shunchalik yomon qayta ishlashni boshlaydi. Masalan, 2011-yildagi tadqiqot shuni ko'rsatganki, mushak massasini har 10% ga oshganda insulin rezistentligi 11% ga yaxshilangan. Bu juda katta natija hisoblanadi. Shuning uchun sportchilar va bodybuilderlar ko'pincha uglevodi kam diyetalarni yoqtirishmaydi. Ular ko'p miqdorda uglevod iste'mol qilishadi, chunki ularning mushaklari iste'mol qilingan uglevodlarni samarali qayta ishlashga moslashgan. Mushaklaringiz tanangizni asosiy glyukoza omboridan biri hisoblanadi. U iste'mol qilingan glyukozani ko'p qismini so'rib oladi va mushaklar glikogeni ko'rinishida saqlaydi. Tanangizda qancha ko'p mushak bo'lsa, tanangiz shuncha ko'p glyukozani yog'ga o'tishiga qo'ymasdan qayta ishlay oladi. Siz uglevod iste'mol qilganingizda ular glyukoza ko'rinishida qonga so'riladi. Oshqozon osti bezidan insulin chiqadi va insulin glyukozani hujayralarga olib borishni boshlaydi. U yerda glyukoza energiya uchun ishlatiladi. Keyin qolgan glyukoza glikogen ko'rinishda, ya'ni zaxira ko'rinishda jigarda va mushaklarda to'planadi. Undan ham ortgani tanada yog' to'qimasi ko'rinishda to'planishni boshlaydi. Bu yog' ichaklar atrofida visceral yog' va terini tagida subkutan yog' ko'rinishda yig'iladi. Vaqt o'tishi bilan bu yog'lar a'zolarda, jumladan ichaklar atrofida, jigarda, qorinda, mushaklarning ichiga to'planib, insulin rezistentligiga olib keladi. Og'ir holatlarda esa mushaklarning ichiga yog' to'planib, ichiga yog' to'plangan go'shtga o'xshab ko'rinadi. Buni biz mramor go'shti ham deb nomlaymiz. Bu yog' to'plangan mushak esa faoliyati buzilgan mushakka aylanadi. Bundan kelib chiqib, mushak to'qimasi bizga nafaqat kuch beradi, balki metabolik jarayonlarni faollashtiradi. Natijada tanada yog' to'planishini oldini oladi. Yaxshi yangilik nimada? Har bir kishi bodybuilding bilan shug'ullanishi shart emas. Mushak massasini hatto kichkina miqdorda o'sishi ham tanada yog' to'planishiga va umumiy salomatlik uchun juda katta foyda keltiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 30 yoshdan keyin biz tabiiy ravishda mushaklarni yo'qota boshlaymiz. Bu jarayonni tibbiy tilda sarkopeniya deb ataladi. Agar biz bunga qarshi chora ko'rmasak, bu jarayon tezlashadi. Yechim qanday? Ko'proq oqsilli ovqatlar va mushaklarni o'stirishga mashqlar bajarish. 100 dan ortiq tadqiqotlarni o'z ichiga olgan meta tahlil shuni ko'rsatadiki, yuqori oqsilli ovqatlanish mushak massasini bevosita oshirish kuzatilgan. Oqsil iste'molini ozgina oshishi, masalan, har 1 kilogramm vaznga taxminan 0.8 dan 1.2 grammgacha oqsil iste'mol qilish mushaklarni saqlashga yordam beradi. Ayniqsa vazn yo'qotish vaqtida. Agar siz oqsil iste'mol qilish bilan birgalikda mushaklarga yuklamali mashqlar bilan birga bajarsangiz, foydasi yanada kattaroq bo'ladi. Endi siz o'ylashingiz mumkin, sizga haqiqatan qancha oqsil iste'mol qilish kerak? Mutaxassislar har 1 kilogramm tana vazniga 1.2 dan 1.6 grammgacha oqsil iste'mol qilishni tavsiya qilishadi. 70 kilogramm vaznga ega odam uchun bu kuniga taxminan 80 dan 110 grammgacha oqsil degani.
ortiqcha oqsil iste'mol qilish muammo tug'dirmaydi. Aslida men bemorlarimga siz ortiqcha oqsil iste'mol qilyapsiz deb aytmayman, lekin bu yog' bilan uglevodlarga nisbatan juda ko'p aytiladi. Ayniqsa oddiy uglevodlar va hayvon yog'lariga nisbatan bu ko'p ishlatiladi. Albatta nazarda tutaylik, oqsilni o'zi sog'lom va to'laqonli ovqatlanish uchun yetarli emas. Bundan tashqari mushaklarga yuklamani oshiruvchi mashqlar bu mushaklarni o'stirish va saqlash uchun zarur hisoblanadi. Bu murakkab mashqlar bo'lishi shart emas. Oddiy o'tirib turish, отжимание qilish, plank va shunga o'xshagan tana vazni bilan bajariladigan mashqlar ham juda katta foyda keltirishi mumkin. Bu yerda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan holat bu asosiysi mashqlarni bajarish va ularning davomiyligi. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat bu suv, mineral va elektrolitlar miqdori. Mashq qilayotganimizda yoki yuqori oqsilli dietada bo'lganimizda natriy, kaliy va magniy kabi elektrolitlar bizdagi umumiy energiya va mushak faoliyatini saqlash uchun juda muhim o'rin tutadi. Oddiy elektrolitli ichimlik tanani suv bilan ta'minlaydi va energiyani saqlashga katta yordam beradi. Suv va yuqoridagi minerallarning yetishmovchiligi mushaklarning o'sishiga salbiy ta'sir qiladi va mushaklar tortishi, og'riqlar va qayta tiklanishni ham sekinlashtiradi. Xulosa qilib aytganimizda, to'laqonli salomatlik faqat tanadagi yog'ni yo'qotish emas, balki mushak massasini yetarli bo'lishi va umumiy sog'lom metabolizm bilan birga bo'ladi. Kuchli, sog'lom mushaklarga ega bo'lgan tanada metabolizm baland bo'ladi, yog'larning to'planishi sekin bo'ladi, insulinga sezuvchanlik to'laqonli va har qanday stressli holatlarga tana chidamli bo'ladi. Bu ma'lumotlarni bilganimizdan keyin siz 25 yoshmisiz yoki 65 yosh mashqlarni boshlash uchun hech qachon kech emas. Ko'proq oqsil iste'mol qiling, mushaklarga mashqlar bajaring va tanangizga rivojlanishi uchun zarur bo'lgan yuklamalarni qo'ying. Bu tavsiyalarni siz qancha erta boshlasangiz, siz bu qilgan qaroringizdan kelajakda albatta xursand bo'lasiz. Agar yuqorida berilgan ma'lumotlar yuzasidan sizda savollar yoki mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, izohlar bo'limida yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.